Akalar e'tibor bersanglar, hamma xonadon reshotka qilgan ekan, hammasi. Почти. Yonidigimizda ham hammasi почти reshotka qilgan ekan. Shundoq domni tegida maktab. Yangi darxonga kelganimizda arzon variant chiqib qoldi. Xonadon kirishimiz bilan remontlarga bitta e'tibor berib qo'yasiz. O'ng qo'ldan ko'rib chiqadigan bo'lsa, bizning zal qismimizda bo'ladi. Chiroylikini remontdan qilib qo'yilgan, tashqariga qaragan oynasi bor. Akalar e'tibor beringlar, xonadonimizning ikkinchi qavatida joylashgan bo'ladi. 16 qavatli domni ikkinchi qavatida. Eng zo'r qavatlardan. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki bolalar yotoqxonasi. Chiroylikini aboylardan, chiroyli lyustralardan qo'yib qo'yilgan. Xonadonimiz 72 kvadratdan iborat bo'ladi, 3 xonali. Keyingi xonamizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda oshxona qismimizda, oshxonamizda ham chiroyli mebellardan gaz plita vitishkalari qo'yilgan. Xonadonimiz skvoznoy bo'ladi. Keyingi yonimizdan ko'rishimiz mumkin. Bizani sanuzel qismimizda samishonli holatda bo'ladi. Chiroyli kafellardan qilib qo'yilgan. Uyimiz yon atroflarimizda hamma sharoitlari bor. Nimaiki kerak, hamma sharoitlari bor. Bolalaringizni ko'chaga chiqarsangiz ham bu yerda endi родительский spalni yoki детский qilib qo'yasiz. Oynadan tomosha qilib turasiz, bir chiroylikgina manzarani qarang. Bu yerda polni bolalarni uzoqqa ham ketmaydi, shu yerda kim bilan o'ynayapti, nima qilyapti, qo'shni bolasi uryaptimi, yo'qmi, mashinadan turib sekin baqirasiz, "Bolamga tegma mana" deb. Bemalol ko'rib turasiz. Uyimizning narxi tushgan. Narxi buni 73.500 qo'ygandik, hozirgi kunda 69.800 qo'ydik akalar. Bosadigan joyi tez ulgurib qolish kerak, egasi janjal qilyapti, tez sotlaring, menda pul kerak deyapti. O'shaning uchun qiziqqanlar bo'lsa, nomer qoldiramiz, telefon qo'yasizlar. Yaxshi garajli variantda Telegram kanal